Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilindi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, hech qaysi kun Zulhijjani 10 kunidan ko'ra Alloh taologa ibodat qilinishlikda mahbubroq emas. Allohga qilinadigan ibodatlarning eng sevimlisi, Allohning eng yaxshi ko'rgani Zulhijjani 10 kunida bo'lgandir. Shu 10 kundagi har bir kunning ro'zasi 1 yillik ro'zaga teng keladi. Va shu Zulhijjani kechalaridan har bir kechasidagi qiyom Laylatul Qadrdagi qiyomga teng keladi deyaptilar. 1 yillik emas, Qadr kechasidagi qiyomga teng keladi. Bu juda katta fazilat. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Qadr kechasi 1000 oydan afzaldir. 1000 oylik ibodatga teng kelyapti.